2026 yilgi Chevrolet Silverado 2500 hit og'ir yuklar uchun mo'ljallangan kuchli pikap bo'lib, u Chevrolet tomoshabinlari uchun ishonchli texnika, zamonaviy dizayn va yuqori darajadagi imkoniyatlarni birlashtiradi. Ushbu model tashqi ko'rinishidan boshlab jiddiy va agressiv ruhni namoyon etadi. Keng radiator panjarasi, mustahkam bamperlari va LED yoritgichlari bilan yo'lda darhol e'tiborni tortadi. Silverado 2500 hit nafaqat tashqi ko'rinishda, balki ichki qulaylik va texnologiyalar borasida ham katta qadam tashlagan. Salon keng va ergonomik bo'lib, uzoq masofali haydashda ham haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay sharoit yaratadi. O'rindiqlar sifatli materiallar bilan qoplangan. Old panelda esa katta sensorli displey joylashgan bo'lib, multimedia va navigatsiya tizimlarini oson boshqarish imkonini beradi. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Silverado 2500 hit kuchli dvigatel variantlari bilan taklif etiladi. Ular og'ir yuklarni tortish va qiyin sharoitlarda ishlash uchun moslashtirilgan. Ushbu pikap yuqori tortish quvvatiga ega bo'lib, treyler bilan ishlashda barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Zamonaviy osma tizimi notekis yo'llarda ham silliq harakatlanishni ta'minlab, ish va kundalik foydalanish uchun mos keladi. Tolib uzatma tizimi va haydash rejimlari haydovchiga turli yo'l sharoitlariga tez moslashish imkonini beradi. Xavfsizlik texnologiyalari ham e'tibordan chetda qolmagan. Avtomatik tormozlash, kor nuqta monitoringi va yo'lni ushlab turish kabi funksiyalar mavjud. Yangi Silverado 2500 hit ichida raqamli asboblar paneli, smartfon bilan integratsiya, ovozli boshqaruv va yuqori sifatli audio tizimi mavjud bo'lib, bu uni zamonaviy YouTube video kontenti uchun juda mos qiladi. Chevrolet uchun ushbu modelni ko'rib chiqishda uning real ish unumdorligi, yoqilg'i samaradorligi va uzoq muddatli ishonchliligi alohida ahamiyatga ega. Silverado 2500 hit og'ir yuk tashish, qurilish ishlari yoki katta karvonlar bilan sayohat qilishni rejalashtirayotganlar uchun a'lo.